Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh 60 yoshli bir kishiga duch keladilar. U kishidan yoshingiz nechida deb so'raydilar. Kishi aytadiki, 60 yoshga to'ldim deydi. Shunda Fuzayl ibn Iyoz aytadilarki, 60 yildan beri Alloh taolo tarafga qarab yurayotgan ekansizda, hatto yetishingizga ham oz qolibdi-da deydi. Hatto yetishingizga ham oz qolibdi-da deydi. Ya'ni da'vat maqsadida gapirdilar. 60 ga yetibsiz. Ya'ni bu yog'i endi qancha qoladi 60 ga yetgan odam? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatlari 60 va 70 orasida bo'ladi. O'sha hadisda kelgandek, g'olibi shunaqa bo'ladi ko'pchiligi. Va u kishi aytadiki, shunda o'ylab turib gapini, o'lim yaqinligini eslab, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydi. Ya'ni albatta hammamiz Allohnikimiz va albatta hammamiz unga qaytuvchimiz deydi. Shunda Fuzayl ibn Iyoz undan so'raydi: "Ey amaki, aytganlaringizni ma'nosini bilasizmi?" deydi. "Ha, bilaman. Men Allohning quliman va men unga qaytaman" deydi. "Ha, uni bilgan bo'lsangiz" deydi. Qaytishini bilgan odam olamlar Robbisi huzurida turishini ham biladi. Qaytishini bilgan odam olamlar Robbisi huzurida turishini ham biladi. Turishini bilgan odam olamlar Robbisi undan so'rashini ham biladi. So'rashini bilgan odam esa o'sha so'roqlarga tayyorgarlik ko'radi deydi. Haligi odam yig'ilib yoradi gapini eshitib. "Ey shayx" deydi, "menga nasihat qil, nima qilsam bo'ladi, nima qilay" deydi. Buni yo'li oson-ku deydilar shunda. Fuzayl ibn Iyoz. "Menga xabarini ber" deganda aytadilarki, "Bundan keyingi hayotingda taqvo qilgin, seni oldingisini ham, keyingisini ham Alloh taolo sendan kechadi" deganlar. Bundan keyingi hayotingda taqvo qilgin, seni oldingisini ham, keyingisini ham Alloh taolo sendan kechadi deganlar. Bundan keyingi hayotimizda oldin qilgan hamma xatolarimizni kechirishligini istasak, bundan keyingi hayotimizda bizga islom va'da qilgan baxtni topishlikni xohlasak, bundan keyingi hayotimizda solih amallarga tavfiq berilishini xohlasak, yaxshi yashagimiz kelsa, pokiza hayot egasi bo'lmoqchi bo'lsak, o'zimizdan solih zurriyotlar qoldirishni xohlasak, zurriyotlarimiz bizdan keyin ham solihlar bo'lishligini, ularni hatto rizq ham ta'minlanishligini xohlasak, Alloh taologa taqvo qilaylik. Undan qo'rqaylik, amallarimizni muhsin bo'laylik, amallarimizni pishiq puxta qilaylik. Albatta Alloh taolo bizni zoya qilmaydi. Albatta Alloh taolo bizni zoya qilmaydi.